Yana bir kara assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Bu safar mana biza Umid Gulshan sanatoriyasining dam oluvchilari bilan Toshkent Mallga hamda Magic Cityga ketyapmiz, aylanib sayohatlar qilib kelamiz xudo xolisa. Mana dam oluvchilarimiz qayerdan kelganliklari haqida mana hozir informatsiya bilamiz. Bular bilan tanishuv deb nomlaymiz. Kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Biz Xorazm viloyatidan kelganmiz. Umid Gulshaniga dam olishga. Men uy bekasiman. Xo'jayinim bilan har yili kelamiz. Mamnunmiz. Aylanishga gap chiqadi. Yaxshi. Shu nevaralarimiz bor, dam olishga kelib turamiz. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Nurafshon shahridanman. Zavodda laborant bo'lib ishlayman. 4 ta farzandim bor. Dam olishga keldim. Mamnunman, yaxshi. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan keldim. Men suv xo'jaligida dispetcher lavozimida ishlab kelmoqdaman. 3 nafar farzandim bor. Juda ham xursand bo'ldim. Bu isminglarni ham aytinglar-da, chunki videoni ko'rganimda ismi nima edi deb o'tirmaysizlar-da, eslashib yurasizlar mana. Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyati Xatirchi tumanidanman. Avtomobil yo'llar boshqarmasida kadrlar noziri bo'lib ishlayman. Mana 6-mart kuni keldik davlat dasturi bo'yicha. Juda ham xursand biza. Har tomonlama ma'naviy jihatdan ham juda yaxshi konsertlar uyushtirdilar. Juda xursand biza. Ovqatlari ham har tomonlama yaxshi. Xursandmiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Vobkent tumanidan keldi. Hisobchi bo'lib ishlayman. Dam olishga keldik. Juda ham xursandmiz, mamnunmiz. Assalomu alaykum. Men ham Vobkent tumanidan kelganman. Hisobchi bo'lib birga dugonam bilan keldik. Rahmat, hamma sharoitlar yetarli. Ajoyib. Assalomu alaykum. Xorazm viloyati Urganch shahridanman. Abdurahmon Suhratbek, quruvchi bo'lib ishlaymiz. Umid Gulshani zo'r kelishingizni tavsiya qilaman. Men Xorazm viloyatidan Qalonova Feruzaman. Bizlar dam olishga keldik. Yaxshi taassurotlar. Bir kun bo'lsam, rahmat zo'r. Assalomu alaykum. Biz Andijon shahar Asaka tumanidanmiz. Ismim Barno, avtomotorasida ma'muriyat bo'limida ishlaymiz. Dam olgani keldik, xursandmiz, mamnunmiz. Hammamiz bitta zavodda. Shu opani gapi qo'shilaman, birgamiz. Sirdaryo shahardan kelganman. Murvat uyda, Sirdaryo Murvat uyda davolat jismoniy tarbiya hamshirasi bo'lib ishlayman. Lichenaga dam olishga keldik, yaxshi zo'r. Xorazmdan kelganmiz. Xorazm viloyati, ismim Quvondir. Dehqonchilik bilan shug'ullanamiz, tadbirkor shu haqida bo'lyapmiz. Dam olishlarga kelib, maza qilib dam olib yuribmiz. Mana shunaqa ko'rishib eslashib yurasizlar. Gulchita, aytib Qayerdan kelgansiz? Men Toshkent shahridan kelganman. Yangi Hayot tumanidan 65-oilaviy poliklinikada zavxoz bo'lib ishlayman. Opa siz? Umid Gulshan sanatoriyasiga rahmat. Shuncha bizdan kutib oldi. Mana ekskursiyaga ketyapmiz. Ovqatlari yaxshi, licheniyalari yaxshi. Mamnunman. Singlim gapiringizga qaratyapti. Assalomu alaykum. Ismim Hasanova Umida Bonu. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelganman. Termiz harbiy gospitalda ishlayman. Bu yoqqa kelib ancha yangi narsalar, yangi licheniyalar, havo tozaligi juda ham menga yoqdi. Xudo xolasa yana kelishni xohlayman. Ana shunaqa. Sizlar ham kelinglar, dam olinglar. Men hozir nimaga ko'pchilik bilan qiziq, kamchilik bilan qiziq emasligini tushuntirib o'taman. Oddiy bir misol, mana oddiy bir zajgalka. Har bir inson o'zining fikrini bildirib o'tadi ikki og'izda. Ko'p gapirish shart emas. Mana misol, meni fikrim temir bor ekan, yozuv bor ekan. Marhamat. 4 burchagi bor ekan. Balandroq ovozda. Bosmasdan yasalgan. Havo.
xohlasangiz bu matoh bilan uyda yoqib yuborishingiz mumkin. O, hamma fikri xayol har xil. Yondirgich bo'ladi, ichida gazi bor. Va mana yoqadigan joyi bor ekan. Bolalarga xavfli. Yozuvlari bor. Bu ishlatilgan odamlarga kerak. Ishlatilganlar kerak. Shu yoqish uchun foyda. Bir asr oldin eng zo'r matoh bo'lgan. Bunda gaz yoqasiz. Erkaklar sigaret tutashtiradi. Tushunarli. Xullas, mana hamma insondan o'zgacha bir fikr chiqdi, to'g'rimi? Mana shu narsada har xil fikr almashinish, ko'pchilik bilan qiziq bo'lgan joyi mana shunda, to'g'rimi? Mana bizning sanatoriya dam oluvchilari, xudo xolisa, Toshkent Mallga kelishdi, Toshkent City'da. Mana hammalari tushib kelishyapti. Qalay bo'lyapti aylanishlar? Zo'r, judayam yaxshi. Aha. Hoppa. Sizlarda-chi? Joydami? Mana ag'a, bizani sanatoriyamizni nima deydi? Faxriysi desa ham bo'ladi, sababi har yili kelib dam oladilar. Mana shu ag'amizni. Qalay? Yaxshimisizlar? Toshkent City'da Ajoyib. aylanib yuribsizlar. Opalar hormaylar. Rahmat, sog' bo'linglar. Charchash yo'qmi? Yo'q. Что там, брат, Кондрат, солнце квадрат. Jana. Of ketyapsiz. Mercedes-Benz. Ag'a,